tarbiyali farzandni xohlagan otadir, onadir, o'rnak bo'lmasa bo'lmaydi. Busiz iloji yo'q. Yoshligida qo'liga pul berib, bolam do'konga chiqib sigaret olib kelib ber, nos olib kelib ber degan bo'lsangiz, voyaga yetgandan keyin qo'lida sigaret ko'rsangiz urisha olmaysiz. Sizga gapingiz ta'sir qilmaydi. Chunki sizni ko'rgan, o'zi olib kelib bergan. Har kuni farzandni onasini urayotganini ko'rgan farzand ertadan keyin uylangandan keyin xotini bilan urushayotganini ko'rib, nimaga xotinni urasan, birovni farzandi desangiz, sizni gapingizga quloq solmaydi. Chunki onasini yig'laganini ko'rgan, urganingizni ko'rgan. Bunga siz gapingiz ta'sir qilmaydi. Farzand ota-onani gapiga emas, ko'pincha ko'rganiga ergashadigan bo'ladi. Ming gapiring, ichma, chekma, to'ydan kelganda mast kelsa nimaga ichasan deb urishganingizda, agar o'zingizni bir paytlar o'rtoqlaringiz uyingizga tashlab ketganini ko'rsa, unga sizni gapingiz ta'sir qilmaydi. Eng katta namuna ota, ona o'rnak bo'lishi kerak. Aytishingiz shart emas. Har kuni ertalab bomdodga turganingizni ko'rgan farzand shunaqa qilishim kerak ekan degan fikrda ulg'ayadi. Shunaqa muomala qilishim kerak ekan deydi. Odatim ekan deydi. O'zingiz yotaversangiz, bor bolam masjidga chiqib ketsangiz, ta'sir qilmaydi, aksincha ta'sir qiladi. Shuning uchun Nabiy alayhissalomning bir hadislari bo'ldi. İnsanlarni jim turib da'vat qiling deydi. Yaxshilikka bo'lsin, ilmga bo'lsin, islomga bo'lsin, hidoyatga bo'lsin, jim turib da'vat qiling. Jim turib da'vat qilish nima bilan bo'ladi desa, o'zingiz yaxshi amallarni qilishlik bilan bo'ladi. Gapirishingiz shart emas, qilaverasiz. Sizga ergashaveradi. Farzand tarbiyasida ham go'zal o'rnak nihoyatda katta rol o'ynaydi. Keyingisi nasihat qilaverasiz. O'sha nasihat qilishning ham odobi, o'zingiz qilmagan narsani nasihat qilmaydi. Farzandga nasihat qilgan eng solih insonlardan bittasi Luqmon Hakim bo'ladi. Bu kishi farzandlariga juda ham ko'p nasihat qilardilar. Bu kishining nasihatlaridan ba'zilarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga bildirgan, oyat qilib nozil qildi. Hattoki bitta surani Luqmon surasi deb nomladi. Mana shu surada farzandlariga qilgan nasihatlaridan ba'zi birlarini keltirdi. O'sha nasihatlar ichida Luqmon Hakimning bir nasihatlari bor edi. Aytadilarki, ey o'g'ilcham dedilar. Bilingki, inson 3 ta narsadan iborat. Har qanday inson 3 ta narsadan iborat. 3 qismdan iborat. Birinchi qismi qurt-qumursqalarning haqqi, ikkinchi qismi Xudoning haqqi, uchinchi qismi o'ziniki deydi. Qurt-qumursqalarning haqqi bu insonning jasadi. Siz xohlaysizmi, yo'qmi? Joningiz chiqib ketgandan keyin uyingizda 2 kun tura olmaysiz. Xaridagi o'tib qolgan bo'lsangiz, tezlashtirib Xutongacha qo'yib kelishadi. O'sha tana, o'sha bosh, o'sha qo'l, o'sha oyoq, o'sha ko'z, o'sha ota, o'sha ona edi. Lekin sizdan ruh chiqib ketdi-da. Otam deyishlik uchun, onam deyishlik uchun, oldida olib yotishlik uchun jasadni o'zi kifoya qilmayapti. Sizni qabristonga hech kim yo'q, qorong'u joyga qo'yib ketyapti. Endi qabrga tushgandan keyin tuproqqa aralashadi, qurt-qumursqalar yeb bitiradi. Bu qurt-qumursqalarning haqqi. Bu insonning jasadi. Ikkinchisi Alloh uchun. Insonning Alloh uchun bo'lgan qismi bu uning qalbi. Qalb Allohning nazargohi. Nabiy alayhissalom aytadilar-ki, Alloh taolo siz suratingizga ham qaramaydi, siratingizga ham qaramaydi, illo qalbingizga qaraydi. Qalbingizda nima bor? Iymon bormi? Munofiqlik bormi? Shirk bormi? Yaxshilik bormi? Yaxshi niyat bormi? Hasad bormi? Adovat bormi? Yomon niyat bormi? Hammasi Allohning nazarida. Qalb Allohning nazargohi. Endi
insonning o'zi uchun bo'ladigan, qoladigan qismi bu uni qilgan amallari. Yaxshilik qilsa ham, yomonlik qilsa ham, savob qilsa ham, gunoh qilsa ham albatta o'ziga ko'rsatiladi. Yaxshiliklariga mukofot, yomonliklariga jazo bo'ladi. Xudo taolo Qur'oni Karimda aytadilar: "Laha ma kasabat va alayha ma iktasabat." Agar inson yaxshilik qilsa ham o'zi uchun, yomonlik qilsa ham o'zi uchun. O'g'illariga aytib turib oxir aytyaptilarki, siz Allohning qismini obod qiling. O'zingiz uchun bo'lgan qismingizni chiroyli qiling. Qurq-qumursqalar qismi baribir siz nogiron bo'lsangiz ham, zo'r bo'lsangiz ham o'sha 40 kunda yo'q bo'lib ketaveradi. To'g'ri, jasadni chiroyli tarbiya qilishlik kerak, lekin maqsad faqat jasad bo'lib qolmaslik kerak-da. Jasadni tarbiyasi uchun biz keragidan ko'p vaqt ajratamiz, keragidan ko'p mol dunyo sarflaymiz. Kasal bo'lib qolsangiz, ba'zi bir joyingiz og'risa, doktorga eng zo'riga borasiz. Chiroyli ko'rinish uchun sartaroshga borasiz, salonga borasiz, zalga borasiz. Jasadni tarbiyasiga nihoyatda katta sarf qilasiz. Dam olasiz, yilda bir marta, ikki marta. Lekin Allohning nazargohicha Xudo har kuni qarab turadigan joy, balki yeringlab ketgandir. Balki qalb kasalliklari sababli qarab bo'lmaydigan, insonni ko'ziga agar ko'rinsa inson jirkanadigan holatda yeringlab ketgandir. Bunga kim vaqt ajratyapti? Jasadni tarbiyasi yeb ichishlik bilan bo'ladigan bo'lsa, qalbning tarbiyasi, qalbning islohi zikr bilan bo'ladi. Xudoni zikr bilan chiroyli bo'ladi. Endi o'zingiz qabringizda yolg'iz qoladigan amallaringiz sizni yaxshiligingizga yoki yomonligingizga hujjat bo'ladigan, qiyomatga qadar farzandlaringiz ketganda, do'stlaringiz ketganda, ota-onangiz, yaqinlaringiz qabrga qo'yib ketganda o'zingiz bilan qoladigan amallarni ham chiroyli qilishlik kerak. Bugun nimaga bu gapni gapiryapmiz? Farzand tarbiyasida mana 3 ta narsani muvofiq bo'lish kerak. Faqat jasadiga qo'ymaymi? Tarbiyasiga, ilmiga, qalbiga chiroyli bo'lishlik. Yaxshi amallariga ham siz sarfarajat qilishni o'rganing. Shunda inshaalloh chiroyli bo'ladi. Keyingisi, farzandini chiroyli, yaxshi inson bo'lishini istaydigan erkak yoki ayol turmush o'rtog'i bilan chiroyli muomala qilsin. Usiz iloji yo'q. Er-xotin har kuni urush janjal qilib tursa, qirpichoq bo'lib tursa, bu oilada tarbiyali farzand chiqmasa, keyin boshqani malomat qilmasin. Er ayolni yomonlab tursa, ayol farzandni erini yomonlab tursa, farzandini tarbiyasini buzib, o'zlari buzib qo'yib, ertadan keyin aytganini qilmayapti, kelinni haydab yuboribdi, 3 taloq qo'yibdi deb malomat qilib o'tmasin. Bugun nihoyatda dog'lar bo'lib qoldi. Hojibolar, tog'alar, imomimiz oldimizga keladi. Uylanganiga 1 yil bo'lgan. Bitta bolasi bor, 2 ta bolasi bor. Jahl ustida taloq qo'yib qo'ydim deydi. 3 taloq qo'yib qo'ydim deydi, bo'lib ham. Shu nimadir devorgiz keladi, o'sha paytda ayta olmaysiz. Bilmayman, fatvo markaziga boring deysiz. Fatvo markazi ham o'sha masalani nima deb javob berishni oldindan sezib turasiz, lekin iloji yo'q. Eng qizig'i, bo'lmaydi degan gapga gapira olmaysiz. Bo'lmaydi, yo'l yo'q, qilar ishni qilib qo'yibsan-ku. Nimaga endi oldimga kelding? deb 1 soat nasihat qiling. Ertadan keyin eshitsangiz, ko'rsangiz o'sha oilasi bilan yashayotgan bo'ladi. Gapirganda foydasi yo'q-da. Keyin ulardan tug'ilgan farzand qanaqangi solih bo'lishi mumkin? Qanaqangi axloqli, tarbiyali farzand tug'ilishi mumkin? Axir ota-onani nikohi sahli bo'lmay qoldi-ku bu joy. Shuning uchun aytyapmiz, farzand chiroyli, solih bo'lishni xohlayapsizmi?
uni otasi bilandir, onasi bilandir, turmush o'rtog'ingiz bilan chiroyli yashang. Busiz iloji yo'q. Ming gapiring ta'sir qilmaydi. Keyin afsus, nadomat qilishni foydasi yo'q. Avvalo Alloh isloh qilsin. Alloh hidoyat qilmasa, Alloh bizga rahim qilmasa, payg'ambarning o'g'illari ham tavfiqsiz qolib ketganini biz o'qidik Qur'onda. Eshitganmiz. Hammasi Xudoda. Lekin biz sabablar dunyosida sabablarni qilishlikka buyurilgan ummatmiz. Sabablarni qilmasdan oldin Xudo mana farzandni berding, tarbiyasini qilib, o'zingga topshirdim, tavakkal qildim deya olmaysiz. Sababini qilasiz, keyin tavakkal qilasiz. Agar Alloh bermasa, ming sababini qiling. Farzandlarni ming o'rgating, o'qiting, odob axloq bering. Xudo nasibador qilib qo'ymasa, u qiyin. O'shaning uchun duo qilish kerak deyapmiz. Nuh alayhissalom 950 yil da'vat qilgan. 950 yil, salkam 1000 yil, lekin o'g'illari iymonga kelmadi. Nimaga? Alloh hidoyat bermadi. Alloh hidoyat bermasa shu, lekin sabablar qilinadi. Agar bir inson endi nima ham qilardim, Xudoni berganida Alloh shunaqa yaratgan bo'lsa, menda nima ayb desa, u Robbisiga ta'na qilgan hisoblanadi. Robbisiga isyon qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo dunyoga keladigan har bir farzandni fitratda dunyoga keltiradi. Fitrat degani pok. Hamma aybi nuqsonlardan pok. Pokiza hadisda keladi-ku. Har bir tug'iladigan farzand sof fitratda tug'iladi. Ota-onasi uni yoki musulmon qiladi, yoki g'ayri din qiladi. Mana bu hadisga nisbatan tuhmat bo'ladi. Endi Xudo shunday qilib qo'yibdi-da desak. Agar Alloh taolo har bir tug'iladigan farzandni ma'lum bir dinda, ma'lum bir e'tiqodda, ma'lum bir axloqda, odobda yoki ma'lum bir sifatda tug'ilganda edi, bizga nisbatan adolatsizlik qilgan bo'lardi. Bandalarga nisbatan qiyin qilgan bo'lardi. Chunki Xudo shunaqa qilib qo'ydi-da, men nima ham qila olaman deysiz-da. Alloh taoloning huzuriga borganda farzanddan so'ragan paytda o'zing shunday dunyoga keltirding-ku. O'zing axloqsiz qilding-ku. O'zing ilmsiz qilding-ku. O'zing majusiy yoki yahudiy yoki nasroniy yoki g'ayri din iymonsiz qilding-ku deya olardiz. Lekin bu bizga nisbatan zulm bo'lardi. Shuning uchun Alloh taolo har bitta tug'ilgan farzandni pokiza holatda tug'iltiradi. Agar siz ota-ona qaysi tarafga boshlasangiz, o'sha tarafga ketadi. O'sha tarafga ketadi. Demak, siz Allohga aytolmaysiz. Meni aybim yo'q, bu yaratilish shundoq edi deya olmaysiz. Alloh taolo pokiza holatda berdimi? Bizni tarbiyasiga, axloqiga, kelajagiga mas'ul qildi. Va bundan biz albatta so'ralamiz. Farzandlaringizga deyshadi, ilmdan oldin axloqni o'rgating, odobni o'rgating deyshadi. Gohida ko'rib qolamiz, masjidlarda zo'r jamoat namoziga chiqadi. Qo'lida tasbih, yuzida chiroyli soqol, lekin nafsi yo'qda. Va'da beradi, amalga oshirmaydi. Yolg'onchi, birovni haqqidan qo'rqmaydi. Ko'chada hammadan qarz. O'shaning uchun o'g'il bolaga o'rgatayotganda eng birinchi hozirgi kunda o'rgatadigan narsamiz nafsiga javob berishni, va'dasiga vafo qilishni o'rgatishni. Aytadilar, hayosi bo'lmagan qizni boshidagi ro'moli muslima qilib qo'ymaydi. Agar unda hayo bo'lmasa. Vafosi bo'lmagan yigitni yuzidagi soqoli taqvodor qilib qo'ymaydi.
vafoni o'rgatish kerak. Gapiga javob berishni o'rgatish kerak. O'shaning uchun tarbiyada ilmdan oldin axloq, odob nihoyatda oldinda turadi. Azizlar, qisqacha yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bir hadis bilan tugatamiz. Nabiy alayhissalom aytadilarki, har biringiz mas'ulsiz deydi. Har biringiz mas'ulsiz. Ermisiz, ayolmisiz, mas'ulsiz. Erkak kishi qo'l ostidagilari uchun mas'ul. Mas'ul degani so'raladigan shaxs degani. Xudo so'raydi. So'raydi. Ayol kishi nimaga mas'ul bo'lsa, erining omonatiga, sha'niga, obro'siga, mol dunyosiga, erining farzandlariga mas'ul. Hammamiz ham so'ralamiz, shuni esdan chiqarmaslik kerak. Yana bir hadis. Kishining gunohkor bo'lishligi uchun o'zining qo'l ostida bo'lgan, qaramog'ida bo'lgan insonlarning haqqini zoya qilishligi kifoya qiladi. İchib yurishi, dumalab yurishi, o chekib yurishi shart emas. Bolangiz och qolyaptimi? Siz uyda yotibsizmi? Bolangiz qayerda kim bilan yuribdi? Siz befarqmisiz? Shu kifoya qiladi. Masjidda o'tirgan bo'lsangiz ham gunohkor bo'laverasiz. Haramda o'tirgan bo'lsangiz ham gunohkor bo'laverasiz. Qo'l ostingizdagilarni haqqini zoya qilayotgan bo'lsangiz, mana bu haqlarni ado qilishlikda hammamizga Alloh taolo kuch-quvvat, sabr, toqat bersin, o'zi oson qilsin, yengil qilsin. Bu joyda xizmat qilayotgan Jaloliddin domlamiz haj safaridalar. Alloh hajlarini mabrur qilsin, xizmatlarini munosib taqdirlasin. Xotirjamlikda, ofiyatda, vatanga, ota-ona, yaqinlar bag'riga, mana bu jamoatga yetib kelib, ularning haqlariga ham duolar qilib, bu jamoatning xizmatini qilishliklariga Alloh quvvat bersin. Bizdan Xudodan umidvormiz, farzandlarimizni solihlardan qilsin. Bu joyda yonimizdagi qabristonda qancha insonlar, qancha biz bilgan, yaxshi ko'rgan, bizni yaxshi ko'rgan, muhabbat qilgan, hurmat qilgan insonlar o'tib ketdilar. Ko'plarining janozalarida ishtirok qila olmayapmiz, hol ahvol so'rolmayapmiz. Alloh hammalarini oxiratlarni obod qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Aytganlarimizga amal qilishlikka Xudo taolo tavfiq bersin, o'zidan begona qilmasin, o'zidan boshqaga muhtoj qilmasin. Va sallallohu ala xayrati Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mehribon Robbimiz, karam va mag'firat, rahmat cheksiz bo'lgan yagona ilohimiz, ojizona ado qilgan ibodatlarimiz, tilovatlarimiz, tasbihlarimizni beriyo benuqson qabul eyle. Hosil bo'lgan savoblarni bizdan avval iymon bilan o'tgan barcha mutavaffolarimiz, yonimizdagi qabristonda yotgan marhumalar, diyorimizga islom dinini kirib kelishligiga sababchi bo'lgan, iymonimizga, hidoyatimizga, dunyoga kelishligimizga, kamol topishligimizga sababchi bo'lgan insonlardan o'tganlarning ruhoniyatlariga, ushbu Baytullohni avvalda barpo qilganlar, obod qilganlar, bu joyda ibodat bilan o'tganlarning ruhoniyatlariga yetkazgin. Ularning ruhlarini shod, oxiratdan obod qil. Ya Rabbi, ibodatlarimiz barakotdan, gunohlarimizni, xatolarimizni kechir, ayblarimizni yashirgin, samoviy va aroziy balolardan, dunyo va oxirat xorligidan, sharmandagarchiligidan, toqatimiz yetmaydigan musibat, imtihon, sinov, fitnalardan panohini asragin. Alloh qalblarimizga xotirjamlik, halovat, badalarimizga shifo, quvvat bergin. Xonadonimizga, yurt elimizga fayz, barakot, rahmatlaringni yog'dirgin. Ya Rabbi, bemorlaringga shifo ber, hojatmandlarga kushoyish, qarzdorlarga najot, farzand talabida yurganlarga soliha farzandlar, halol rizq talabida yurgan bandalaringga halolingdan rizq, halolingdan davlat ber. Musofirchilikda yurganlarimizni safarlarni bexatar qilgin ya Rabbi. O'zing hifzingda asragin. Alloh, o'zingdan so'raymiz, bu jamoatni ikki dunyoda aziz qilgin ya Rabbi. Bu jomiyani xizmatida bo'lib turganlar, ibodat qilib turganlar, bu jumani chiroyli o'tishligi uchun tashqarida xizmat qilayotganlar, bu yurtni, millatni g'amida yurganlar, yurt rahbari, hammalarni Alloh salomat qilgin. Ikki dunyoda aziz qilgin. Farzandlarimiz to qiyomatga qadar keladigan zurriyotlarimizdan ahli solihlarni uzmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in rahmatullahi va barakatuh. Yana bir duolar qilgan, duolar qilgan Allohdan rozi bo'lgan. Ya Rabbi, bu kishini din yo'lida, musulmonlar manfaati yo'lida qilayotgan xizmatlarni ajrini o'zing ko'paytirib bergin. Bu kishini martabalarini yana bundan yuqori qilgin ya Rabbi. Bu kishini farzand zurriyotlaridan ta qiyomatgacha o'zlariga o'xshagan ahli ilm ahliqronlar chiqishini nasib qilgin. Bu kishiga chiroyli tarbiya bergan ota-onalarni umrlarini uzoq, tanlarini uzoq qilgin. Barchalarimiz farzandlarimizdan ham mana shunday ahlilar chiqishini nasib qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.